Hop, qanday ajoyib havo bo'lmoqda. Qanday qilib havoligini bilmayman, lekin hozircha bu yerda havo yaxshi. Hop, hozir atmosferani tekshirishim kerak. Havoni o'lchagichim qani edi? Hop, mana bu yerda edi hozir. Okey. Yaxshi. Normalniy. Hop. Hop, endi hozir telefon qilishim kerak. Okey. Hop. Alo. Bu yerda boshlasa yaxshi. Tekshiray. Bir haftadan keyin nima, yangi jinoyatchimi? Yo, sezib qo'ygani yo'q yuqoridagi odam. Yo. Yoki ikkiman sezardi, men hamma narsani ishimni ustasiman. Okey, mayli. Bo'pti. Bo'ldi. Yo'q. Hop, mana bu tekshiraman, okey. Yaxshi, hop, bu yerdagilar yaxshi, okey, bo'ldi. Hop, bu yerda suvlar bor. Hop, bu yerda nimalar bor ekan? Hop, voy, mana bular o'pirilib qopti-ku. Ularni to'g'rilashim kerak. Anchadan beri odam kelmagandi o'zi. Okey, opani, yaxshi qani, hoppa. Yaxshi, bular normalniy. Hop, bu ham normalniy. Bir haftadan keyin odam kelar ekan. Bu yerda, bu yerni to'g'rilash kerak. Hop, bu ham normalniy. Bo'ldi, tushunmadim. Yo'q. Yordam, qirib qoldim. Aloqa. Voy, yo'q. Hey, aloqa, yordam, alo. Voy, yo'q. Meni qani qilib chiqaman? Hey, yordam, hey, eshitilyaptimi? Yo'q, men o'chirdim. Hozir kistamda kalt bo'lishi kerak bu yerda. Yo'q, kalt qani? Yo'q, kalt qayerdan yerda qolib ketibdi. Yo'q, iltimos. Eshikni ochinglar. Knopkaga qo'lim yetmayapti. Yo'q. Endi nima qilaman? Hoppa. Yordam. Yaxshi. Notebookim ham normalniy ekan. Mayli. Barchaga salom do'stlar. Men ismim Shahris va men yangi videorolikimga xush kelibsizlar. Bolalarni obunachiligimni qilinglar. Men notebookimni yangiladim va o'yinlar qotmayapti adashmasam. Bolalar sizlarga katta rahmat. 2,5 mingtadan ham ziyod obunachi qilib beribsizlar. Bolalar kelasi bizning maqsadimiz 3 mingta obunachi bo'lish. Sababi bolalar bilmadim bolalar. Bizning obunachilarimiz qanchalar ko'p bo'lsa, bizning ham bir avtoritet degan narsalar bo'ladi bolalar. Bir oshsa kerak bolalar. Albatta, YouTuberlarning orasida avtoritet degan narsa bo'ladi. Albatta. Menimcha hamma narsa oldida avtoritet bo'ladi. Okey bolalar, hop, hali beri men mana shu iPhone'imda yuribman. iPhone X, bir iPhone 17 chiqqan bola, 17 olishim kerak edi. Mayli. Hop, mana okey. Hali betlarimni ham yuvganim yo'q. Bolalar agarda orqa fonlarga qanaqadir netto ovozlar, qanaqadir shumlar eshitilsa bolalar uzr so'rayman, sababi bolalar sal netto joydaman. Sal netto joyda joylashib qo'yganman, shu sababdan ovozlar eshitiladi. Shunday bolalar. Nima desam bo'ladi? Qanaqa ovoz deysizlar? Qisqasi o'shada bolalar. Mayli, yaxshi. Voy. Basharing qursin. Mana buni kim bu yerga nimadir qo'yib qo'ygan, temirmi? Nimaga bu yer bunaqa desam, bular olganmikan menikini? Mani bloklarimni hozir ko'rsatib qo'ymaman bularga. Yana nima qilyapti ekan? Nima suv olib kelishganmi bular? Turba albatta suv olib kelmasdan nima ham qilardi? Mana bu hovuzda ham suvimiz bor-da adashmasam, mayli. Noshukurlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka Shahris. Nimaga mana bu yerdan turba o'tkazib, katta bunchalik turbani noqulay joydan o'tkazib, suv ochib o'tiribsizlar? Sanga nima? Suv taqsisligi bo'ldi, mana shahardan admindan ruxsat so'rab ochdim. O'tgan safargi merlarning yomonini bilsang. Mayli, o'tgan safargi merim ham shunaqa suv biznes qilaman deb qamalib ketdi. Mayli. Ehtiyot bo'ling-da, ishqilib qonuniy bo'lsa bo'ldi. Bir rasmga olay. Olova, kerak bo'lsa hozir adminni chaqir. Yo'q, endi men chaqiraman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Aytgancha, mana bu bloklarimni kim oldi? Mana shu mani bloklarimmi? Kalla joydami? Buni o'zimiz sotib olganmiz. Tur yo'qol, biznesimizga aralashma. Biznesmi bu? Suv sotasizlarmi? Albatta, senga sotamiz. Men olmayman suvlarni. Mana o'zimning hovuzimdagi suv. Mayli, o'zlari biladi, bor. Ularni bag'dagi suvnimi, ikkalasi ham chanqoqni bossa bo'ldi-da. Okey, hop. Buni ostida nima bor ekan? Menga juda ham qiziq. Sal qoldi. Yiqilib ham tushdim, boru. Hop, buni joyim qolmayaptimi? Yo'q, hammasi joyida. Okey. Bolalar, qishin yozin bitta prichoska bo'ldi. Boy, Okey.
Hop, mana buni olaman. Bola sal tamom og'rigan, e'tibor bermaysizlar. Okey, okey. Hop, bu yerlarda nima? What the motherfucker gentleman. Bu yerda nima bu? Qiziq. Bola shu uchun bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalning aloqasi bor ekan ha. Voy, what the? Oh, voy. Hello bro. Voy, salom. Iltimos menga yordam ber. Qamalib qoldimman. Qachon qamalib qoldingiz? Bir 2 kun bo'lyapti. Yo, qanday qamalib qolish mumkin? Nimaga meni uyimning ostida? Tushunmadim ha. Albatta. Nimaga meni uyimning ostida bu yerga qurib olib o'zingizcha qamoqxona qilib olgansiz? Siz soxta politsiyami? Hozir ko'rsatib qo'yaman soxta politsiyaga qanday muomala qilishdi. Albatta, hozir u qizni ham o'g'laydi. O'zingni bos. Qanaqa soxta politsiya emasman. Isbot dalil. Mana telefon qilib so'rab olishing mumkin. Politsiya. Okey. Aha, politsiyalar telefoni. Men bu shuun jonimga tegdi boru. Okey. Politsiyalar nosi. Qanaqa chuvin? Mana bu kirib qolgan chuvunlaringiz borku, mana bu yerga qo'nib jonimga tegib ketdi. Otib tashlang hozir. Mayli. Nima desam bo'ladi? Iltimos meni chiqarib yubor. Qanday qilib siz bu yerga kelib qoldingiz? Qanday qilib qamalib qoldingiz? Men shu topshiriq bilan, admin topshirig'i bilan shu sana uyingning ostida tinch va bu yerda juda ham katta kriminal odamlarni qamasak hech kim bilmaydi deb o'ylagandim. Mana men bilib o'tiribman. O'zingizlar bilmasliging kerak edi. Qanday bilib qolding? Nima desam bo'ladi? Mana bu yerda ochiq joy qolib ketgan ekan, shuni ko'rib qoldim. Menimcha bloklaring kimdir olgan. Menga umuman qiziq emas. Короче, bu yerdan narsalaringizni yig'ishtiringlar, iltimos. Bu yer meni joyim va meni yerim. Mayli, bo'lmasa o'zing bilasan. Okey, davay, men sizni hozir chiqarib yuboraman. Lekin mana bunday qilib chiqarib yuborganim yaxshi. Hozir men buni ochsam yopilib qoladi, to'g'rimi? Albatta. Sen qanday buni bilasan? Men bunaqa knopkalarni zo'rdan bilaman, okey. Hop, mayli, nima ham derdik? Oho, bu yerdagi sharoitlar juda ham ajoyib-ku. Bunga e'tibor berma, sal qorni og'ridi. Yopib qo'yganim yaxshi. Mayli, nima ham derdik? Bu nima ekan bu yerda? Okey. Mayli, bunga e'tibor bermaymiz. Yaxshi, qisqasi mana sizga ochib berdim. O'zingiz bemalol ishingiz mumkin. Okey, xo'p. Bu yerda nima? Parol nechi? Nima qilasan? Prosa ko'rmoqchiman. Ishim bo'lmasin. Mayli, o'zingiz bilasiz. 1 2 Xarosh. Ovqatlar. Shunchaki ovqat qo'zg'ondingizmi? Okey. Mayli, mana pistoletsiz qo'yib ketdim. Mana joyida qo'ydim. Agarda siz soxta politsiya bo'lsangiz ham o'zimda pistolet bor. Mana qonuniy-ku pistolet. Hazillashdim. Pistoletimda nima edi? Hujjatlari bor. Qisqasi o'zingiz bilasiz. Qanday qilib chiqsam ekan endi? Mana bu yerdan chiqib ketaman. Qaytarib qo'yib qo'yaman hozir. Narsalaringizni olib chiqing. Bo'lmaydi. Nima qaytarib qo'yaman? Apishdan olib chiqinglar narsalaringizni. Hozir mana shunday buzib ko'rsataman, sizlarga ko'rsatib qo'yaman joydan. Hozir adminga ham yozib yuboraman nima uchun bu yerga, qanday qilib bu yerga kelib qolganingizni. Hop, shunday. Opa, rasm olaman yaxshi. Bu yerni ham opa. Sasishini mana buni ham olaman. Buni olishing shart emas. Nima farqi bor? Bo'ldi. Okey. Pistoletlari bor. Okey, bo'ldi. Hop, mana uyimning ostida nimaga bunday qilyapsizlar ekan, ha? Admin hech qachon bunday aytmasa kerak. Okey, yaxshi. Bo'ldi. Davay, hamma narsalaringizni yig'ishtiringlar. Yig'ishtiring. Вообще asab kuylaydi bu. Mana narsalarni oling-da. Ya'ni temirimni oldi deb yig'lamayman menga. Opani yaxshi. Ishqilib uyim tushib ketmabdi ustiga. Mayli, nima ham derdik. Bola mana ko'rishinglar mumkin. Bu odam bilmadim, qanday qilib chiqarib yuborsak bo'ladi, buni bilmadim. Tutinglar-da, вообще mana bunday qilib ko'tarib chiqarib tashlayman. Politsiyaga tegma. Oh my god. Politsiyaga shuni ko'tarsang, qorong'i bo'lib qoladi. Rostdanmi? Albatta. Siz haqiqatan politsiya. Siz politsiya ekansiz, albatta. Politsiyaga teginsa shunaqa bo'lib qoladi. Ikkinchi bunaqa qilma, okey? Okey, mayli. Mana buni oling. Siz haqiqiy politsiya ekansiz, iltimos narsalaringizni olib chiqing. Bola, Minecraftda shu narsa borki,
politsiyaga qo'llaringizni ko'tarsanglar yoki tegini banshni ko'tarishga harakat qilib ko'tarib yiqitmoqchi bo'lsanglar, mana shunday Minecraftlaringiz mana shunday bo'lib qoladi bolalar. Ehtiyot bo'lish kerak bolalar. Minecraftga bunaqa politsiyalarga bunday sakramaganlaringiz ma'qul. Nima ham yer deb bolalar, mana bu yerda mana bu qanaqadir bir odam menga nima deydi? Men politsiyaman deydi. Politsiya to'g'ri, lekin meni uyimning ostidan nimaga bularni qurishi mumkin? Nimaga qurdiz deyman o'zim. Mayli. Bolalar mana iPhone X, nima uchun iPhone X bilmadim-ku. Mana bular вообще suvlari ham yoqmadi. Okay, danger, burn, hazard, not steam, keep hands clear. Okay, bu issiq ekan значит. Issiqmi qani? Voy, issiq ekan bo'l, qach. Yurib motorni qaranglar. Oh my god. Qiziq. Bu yerga ulangan ekan. Yaxshi. Bu nima ekan? Ajoyib. Tegimman, qo'ling qichayaptimi? Yo'q, просто mayli, o'zlari bilasizlar. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim bolalar. Iltimos 10 mingta obunachi. 10 mingtamish, 10 mingtaga pishirib qo'yibdimi? Bolalar iltimos 3 mingta obunachi bo'lsa yaxshi bo'lardi. 10 mingta bilmadim, 10 mingta qila olmasanglar kerak bolalar. Lekin men sizlarga ishonaman, qila olasizlar 10 mingta. Lekin men ham harakat qilishim kerak 10 mingta bo'lishim uchun. Mayli, sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Agarda bizning video roligimiz yoqqan bo'lsa, mana bu politsiyaga maslahatim tegishliklaringizni maslahat beraman. Agarda teginsanglar, juda ham yomon oqibatlarga olib keladi. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Aytgancha bo'lib, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan men yana shaxs. Aytgancha bolalar, men yuzimni ko'rsatganman Telegram kanalda chat qilib. Mayli.